Assalomu alaykum. Sizni farzandingiz giperfaolmi? Diqqati tarqoqmi? Telefon o'ynaydimi? Nutqi rivojlanmaganmi? Unday bo'lsa, quyidagi maslahatlar sizlar uchun. Agar farzandingiz telefon o'ynashini xohlamasangiz, telefonda multfilm ko'rishini xohlamasangiz, unda siz qo'lingizdan telefonni qo'ying. Ha, to'g'ri tushundingiz. Telefonni qo'lingizdan qo'ying. Chunki har tomonlama biz farzandimizga o'rnak bo'lishimiz kerak. Avvalambor, mehringizni farzandingizni ayamang. Mana bu yerimizda bizni mehr taftlarimiz bor. Bag'ringizga bosing-da, mehr taftlarini bering. Telefondan ko'ra diqqatni rivojlantiruvchi qiziqarli o'yinlar yordamida farzandingizni vaqtini mazmunli o'tkazing. Shu bilan birga ertak qahramonlari yordamida ertaklar so'zlab bering. Yana bir qiziqarli maslahat. Farzandingizni nafas mashqlari va barmoq mashqlari yordamida vaqtini foydali o'tkazing. Xullas, farzandingizga telefon va televizordan ko'ra siz qiziqarli bo'ling.